Hammaga salom do'stlar. Bugun men Javohir. Mening sostavim mana Dembele bor. Ko'rganlar o'tgan shorts videomda Dembeleni olgan edim. Endi katta video qilib ko'p futbolchilarni olmoqchiman. Birga Crespo keldi. Aytgancha men 2-3 haftadan beri video amalga qo'ygan edim. Mana bugungi videomda futbolchilar yig'aman. Birinchi o'rin Militao olaman. Real Madridning himoyachisi. He's undoubtedly one of the best defenders in world football. He's a formidable tackler who can easily dispossess opponents. Who is their new player? It's Eder Militao. Tak, 4-3-3 taktikasini qo'yadigan bo'lsak, Real Madridning sostavini tuzamiz. Real Madrid hujumi endi Bellingham, Valverde va himoyada Militao bilan Chouameni turadi. Mana Real Madrid sostavi. Hujumda Vini, Mbappe, Rodrigo, yarim himoyada Bellingham, Valverde, Arda Güler, Carvajal, Chouameni, Militao, Trent Alexander-Arnold. Portalda esa Real Madridning muatali Thibaut Courtois. Tak, endi men hozir bitta pul yig'ib Kevin De Bruyne'ni olaman. Endi mana pulim yetadi, Kevin De Bruyne'ni olaman. Ko'p paytdan beri video chiqarmagan. Endi bugungi chiqargan videomga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Endi bir ikkita futbolchilar olaman. Biroq uning uchun avval pul yig'ishim kerak. Mana yana biz pul yig'ib keldik va bu safar Muhammad Salohni olaman. Uning darajasi 84 ga tushgan 86 da. Hozir meni chaqirib qoldi. Shuning uchun videoni shu yerda turaman. Mana Muhammad Salohni ham oldim. Endi bu yerda bir kuchaytirishim bor ekan, o'shani ishlatib yuboraman. Video olinyapti. Internetimda muammo bo'lyapti. İnternetimde muammolar bo'lyapti. Mana Dembelega tushdi, biroq u tezlikda bo'lmaydi. Mana o'sha Muhammad Saloh. Endi bugungi videomda shularni olmoqchi edim, futbolchilarni. Hammaga xayr. Mana videomizning oxirgi futbolchisi Luka Modric.
2025-yilda u Real Madrid safidan ketgan. Shu futbolchini olib qo'yaman. Luka Modric. Mana endi kanalga obuna bo'lib, bu videoga like bosib qo'yishni unutmang. Shu bilan videom o'z tugadi. Hammaga xayr. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing.